Dastlabki savolni taqdim qilsak o'rinli bo'ladi. Alibek, marhamat. Nimadan qiziqish paydo bo'lgan bu robototexnika sohasiga? Bu robototexnika sohasiga mening qiziqishim yoshligimdan paydo bo'lgan. Yoshligimda texnikalarga har xil narsalarni buzib, yana yig'ishga qiziqardim. Bizning maktabimizdagi shart-sharoitlar va ustozimning darslari meni professional darajaga olib chiqdi. Men robotlarni odamlarning ishini yengil qilishini anglaganimdan so'ng robototexnikaga bo'lgan mehrim yanada oshdi. Aynan o'sha tanlovda siz yasagan robot haqida yana suhbatlashadigan bo'lsak, uni o'sha mezonlar asosida harakatlar bajaradi va o'sha qo'yilgan shartlarning talablari asosida yasalgan edingiz. Keling, o'shani oddiyroq qilib, sodda tilda tushuntirib beramiz. Har bir yilning, masalan, hozir 2026-yilning har bir o'zining mezoni bo'ladi. Har bir shakl, har bir detal boshqacha turda bo'ladi. 2025dagi boshqacha, 2026dagi boshqacha. Demak, shartlar o'zgaradi har yili. Har yili shartlar o'zgaradi. Masalan, 5 ta nota turadi. Har bir robot uni har xil rangda turadi. Oldida esa uni har xil joylashuvi turadi. Ana shu robot uni topib, rangini ajratib o'z joyiga mukammal tarzda qo'yishi kerak. O'zi qilish kerak. Demak, buyruqlarni sekin-sekin bosqichma-bosqich murakkablashtirib borish mumkin. Har bir bosqichni o'zingiz kodda, amalda bajarishingiz kerak. Juda yaxshi. Va aynan mana shu robototexnika sohasidagi kundan kunga o'zgarishlar deymizmi, yuqorida aytib o'tilgan har yil o'zgaradigan mezonlar ham bu takomillashib borishga, hattoki bosqichma-bosqich takomillashtirib borishga imkon yaratadi. Va aynan keyingi bosqichga tayyorgarlik menimcha bu buyruqlarni, o'sha robotga qo'yiladigan shartlarni deymizmi, qaysidir ma'noda yana ham murakkablashtirib tayyorgarlik ko'rishga sabab bo'ladi, to'g'rimi? Ha, albatta. Va bunga ham tayyorgarlik ko'rishni allaqachon boshladingiz. Aynan qo'shiladigan agar o'sha funksiyalar bo'ladigan bo'lsa, ular ko'payishi mumkin, lekin farq qilmaydi, katta farq bo'lmaydi. Deyarli bir xil bo'ladi. Deyarli bir xil, lekin juda yaxshi. Bu kelasi safar albatta biz bu robotlarni o'zlarini ham studiyada ko'rishdan xursand bo'lgan bo'lar edik. Albatta keyingi yutuqlarda biz umid qilamizki, studiyada aynan mana shu missiyalar so'zda emas, faqat harakatlarda o'sha robotlar bilan birgalikda amalga oshiriladi. Ana endi biz Jalolbekka yuzlansak bo'ladi. Jalolbek, xush kelibsiz. Kayfiyatlar qalay? Zo'r. G'oliblik bilan tabriklaymiz avvalambor. Albatta. Robot yaratilayotgan paytda yordam berdingiz, hissa qo'shdingiz, o'z taklifingizni ham bildirdingiz, birgalikda. Xo'sh, keling, o'sha his-hayajonlar haqida suhbatlashsak siz bilan. Qanday bo'ldi? Ishonch bormidi o'zi g'olib bo'laman degan fikrlar? Ishonch bor edi albatta komandamizga. Shu poligon yordamida poligonga qarab robotni tuzdik, kodini yozdik komanda bilan. Va shu Olimpiadada qatnashib g'olib bo'ldik. Aynan mana shu kodlarni yozayotgan paytda ham baribir bu soha ham juda ham aniqlikni talab qiladi-da, baribir, to'g'rimi? O'sha hattoki bitta raqam o'zgarib qolsa, kod o'zgarib ketadi. Shunaqami, Jalolbek? Endi mana shu sohaga qiziqishingiz sizda nimadan paydo bo'lgan? Men shu maktabga kelganimda Alibekka qarab qiziqib boshladim robotlarga. Ustozlarim yordamida o'rganib, oz-moz ma'lumotlarga ega bo'ldim. Mana shu sohani, aynan siz o'qib o'rganayotgan sohani ustunlik jihati boshqa sohalarnikidan qanday farqlanadi deb o'ylaysiz? O'zi bu robot yasash hozir zamonaviy bo'lib ketgan, zamon talabi. Zamon talabi. Hozir hamma yoshlar o'rganib boshlash kerak va bu kelajakda katta yordam beradi. Albatta, kelajak kasblardan biri deb ayta olamiz va yuqorida Alibek aytib o'tganlaridek, inson hayotini yengillashtirishga yordam berishni sezganimdan keyin qattiq bel bog'ladim, kurashdim dedilar va aynan ular tengqurlarini ham o'zlari bilan birgalikda mana shu davraga tortayotgani barchamizni quvontiradigan holat. Alibek, Jalolbek, o'ylaymizki, keyingi bosqichga ham katta tayyorgarlik ko'rasiz va aynan u bosqichga tayyorgarlik ko'rish jarayonida sizga havas qilayotgan yurtdoshlarimiz, tengdoshlaringiz, aynan sinfingizdagi o'quvchilar yoki to'garak a'zolari deymizmi, ularga ham katta yordam ko'rsata olasiz degan umiddamiz va yuqorida ular aytib o'tgan tavsiyalar chindan o'rinli bo'ldi deb ayta olamiz va zamon talabi, har bitta farzand, har bitta o'quvchi o'rganishi kerak deya fikrlarni aytib o'tdilar. Endi mana shu robotlar haqida to'xtalsak, ilk yasagan robotingiz nima bo'lgan, esingizdami? Yo, bu birinchisimi? Bu birinchisi. Endi juda ham yaxshi eslarda qolar ekan. Va birinchisi ham yutuqlar bilan kelgan bo'lsa, bu juda yaxshi albatta. Davomiy bo'lishini tilab qolamiz. Alibek, sizdachi? Bu ham sizda birinchisimi yoki bu? Yo'q, undan oldin ham musobaqalarga ko'p qatnashganman. Yoshligimda
Hozirda eng mukammal loyiham bu gumanoid robot bo'ladi. U siz bilan har xil turdagi yengil ishlarda yoki siz bilan mukammal hamroh bo'lishi ham mumkin. Sizga masalan kasal bo'lib qolsangiz, dorilaringizni, masalan, oynani shamollatishni, xonani shamollatishni yoki uydagi changlarni olishda yordam beradigan robot. Bu mening eng mukammal robotim. Demak, bu shunaqangi mustahkam va o'zingiz aytganingizdek odamlarning og'irini yengil qiladi. Endi baribir har bir qiziqarli jarayonlar bo'ladi-da. Albatta, va aynan mana shu robot. Mana shu robot menda qiziqish uyg'otdi. Chunki Muqayyoxon ko'p kasal bo'lib qoladi, aziz yurtdoshlar. Tezroq Alibek o'sha robotdan bitta prototip yasab bersangiz, Muqayyoxonga juda ham katta yaxshi ish qilgan bo'lardingiz. Albatta, hozir lekin bu robotni yashash jarayonida albatta ularda qanday nima deydi, fikrlar o'tgani yoki qanday rejalarni oldinga qo'yib mana shu robotni yasaganingiz albatta bizga ayon. Chunki inson hayotini yengillashtirish kerak deb aytib o'tdingiz. Hozir u robot qayerda degan savolni bermoqchi edim aslida. Xo'sh, qayerda? U mening robotim hozirda maktabda turibdi. Uni har xil mehmonlar kelganda ko'rsatamiz. Ko'rsatiladi. Maktab faxri aynan mana shu robot. Demak, Alibek, aynan robotlarni yasayotgan paytingizda nimadir o'xshamasdan qolishi yoki buzilib qolishi, sindirib qo'yishingiz, aynan ishni boshidan boshlash sizda qiyinchilik tug'dirmaydimi? Ha, tug'dirgan. Masalan, birinchi robotim sal qiyshiq bo'lgan yoki o'xshamay, razmerlari to'g'ri kelmagan. O'lchamlari to'g'ri kelmagan. Har xil narsalarni yasab ko'rganman. Masalan, boshini masalan 4 xil bosh yasaganman. Qaysi biri to'g'ri kelsa, shuni qo'yganman. Va shunday materiallarda adashib ketishda ham Endi yuqorida bosqichlari bor deb aytib o'tishdi ustozlaringiz. Robot yasashda birinchi qilinadigan ish nima? Chizmalarmi yoki loyihalashmi yoki kompyuter orqali loyiha qilasizmi? Boshida sizga kerak bo'ladigan masalan loyiha bo'ladi. Siz masalan odamlarga nima kerak yoki shuni yoritib bera olsangiz, siz optimal yechimni ola olasiz. Demak, birinchi maqsad qo'yiladi. Undan keyin uni nimadan yasab ko'rasiz? Yuqorida o'lchamlar to'g'ri kelmay qolishi mumkin deb aytdingiz. Materiallardan, masalan men o'zim Fomixdan materialdan foydalanaman. Aynan mana shu robotlarni yasayotgan paytda g'oyalar faqat o'yingizdan bo'ladimi yoki uydagilar aytishadimi? Bolam, mana shunaqa robot yasab bersangchi ishlarimiz ancha yengillashar degan fikrlar bo'ladimi? Har xil masalan o'rtoqlarim, har xil ustozlarim menga tavsiya berishadi. Bunday yasa, bunday yasa. Men hammasini bir uyg'unlashtirib bittada qilasiz. Hech kimni xafa qilmaymiz demoqchilar menimcha. Bu juda ham yaxshi. Yutuqlar bardavom bo'lishini tilab qolamiz va bugungi mana shunday samimiy suhbat uchun sizga tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Endi keyingi bosqich adashmasak Italiya Respublikasida bo'lib o'tadi deb aytib o'tdingiz, to'g'rimi? Va bu yilning oxirlariga to'g'ri kelar ekan. Biz yil so'ngida ulardan bundan ham katta yutuqlarni kutib qolamiz. Alibek, Jalolbek, albatta omad tilaymiz. Eng avvalo ustozlaringiz etagidan mahkam tutib, galdagi bosqichda ham yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarasiz degan umiddamiz. Ustozlar esa alohida minnatdorlik izhor qilamiz, chunki mana shunday shart-sharoitlarni yaratib, o'quvchilarga yangi zamonaviy kasblarni o'rganishda demak bel bog'lashgan, ularga ham omad tilaymiz. Studiyadagi mana shunday chiroyli suhbatlar o'ylaymizki, yurtdoshlarimiz uchun ham foydali bo'la oldi. Albatta. Muqayyoxon, aynan bilasizmi, har bir mevani va mavsumiy mevalarni iste'mol qilayotgan paytda to'yib iste'mol qilish kerak, chunki bu inson organizmidagi